Akbarali Husanboy bugun Bolgariyaga o'z vizalarini qo'lga kiritdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursandmisiz? Xursandmiz, albatta, rahmat. Qayerdansiz o'zingiz? Farg'ona viloyatidamiz. 7-6 oy oldin topshirgandik, mana 6-oyda chiqib keldi. Bugun kelib shartnomamizni tugatib, vizamizni olib qaytyapmiz. Ancha sabr bilan kutibsiz-da? Kutdi, albatta. Ishingiz haqida ozgina gapirib bering. Ishimiz zavod ekan, polietilen zavodi. Ish beruvchi bilan ham gaplashdik. Yaxshi. Tavsiya beramiz. Dokumentlarda muammo bo'lmadimi? Yo'q, dokumentlar bo'lmadi. Albatta, Mansurbek degan bolalar yordam berdi. Yaxshi, hozir oxirgi jarayonda ketyapmiz. Xudo xolasa qaytamizda vizalarimizni olib. Qachon endi Bolgariyaga? Ketamiz 3-4 kun ichida, Xudo xolasa. Tavsiya etasizmi boshqalarga? Ha, albatta biz tavsiya etamiz. Qatorda shunga ishlarni men o'zim sherigim, o'rtog'im olib keldim. Hozir shartnoma tuzishyapti shular ham. Ular ham orqamizdan borishni xohlaymiz. Qolganlarga ham tavsiya beramiz. Ishonchli firma ekan Gateword. Sizga rahmat, ishingizda omad. Xo'p.